Meni qattiqlarim nima gap? Jonila sog'mi, ko'ngilli chog'mi, charchamay yuribsizlarmi, hay? Nima bu? Baring yo'q bo'lib ketding. Kommentariyada biz shu yerdamiz aka deb obunalar bosib turarlaring, hammang yo'q. O'zim yo'qlamasam yo'qlab ham qo'ymaysizlar-a? Qarochi bugun bootcampga tushdim. Bootcampni qiynayman, sizlarga video qilib beraman deb. Kakras o'yinda Namangan aka bilan tushib qolibmiz. O'yinda qizig'i bo'ladi-da, oxirigacha ko'ringlar qani. Ha, aytgancha, boshlashdan oldin o'sha sirli gapni aytib olamiz. Bot ekan, obuna bo'lmagan. Endi menga farqi yo'q, ogohlantirib qo'ydim. Shunaqaman deganlar kommentariyada o'zlari tan olsin. Men shunaqa qo'shiqlar eshitib o'ynasam, o'yinim ochilaveradi-da. Qani tepada kimlar bor? Brat bakkang. Qayerga qochyapsiz? Mendan qochish qiyin lekin bilasiz. Qochgan joyingizgacha quvib o'taman. Brat bootcamp tarija yo'q. Qayerga ketyapsiz buncha? Bir glazak bilan orqaga qarab ham qo'ymaysiz, brat, to'g'ri ketib boryapsiz. Nima bootcamp suvsanbil deb o'ylaganmisiz? To'g'rida, bootcamp suvsan bilmas-ku. Qo'shni bolalar nima qilyapti? Bitta otish kerak. Ko'ngli ochiq bo'laman, bu parashyutlarga rahm qilaman. Bilmayman, bootcampga tushganlar buncha lut qiladi, Erangel deb o'ylaydimi? Buni Angardagi brat ertalabdan beri lut qiladi. Endi nok bo'lib qolgandan keyin sumkasiga sig'dira olmay help deb yotibdi. Sheriklari ham ko'rpani ostiga kirib olib, ovozini pasaytirib o'ynab yotibdi, eshitmaydi. Endi bunisi kim bo'ldi? Missiya Bmi, missiya Qnmi ko'rgandan keyin qaytib ketavermaydimi? Shu yerda Namangan aka bilan sherik bo'lib tushganimiz ko'rib qopman. Ata sherik bo'lmaganda yomon qilardim lekin.